Assalomu alaykum ustozlar. Bugungi mavzuyimiz grammatika, advanced grammar bo'yicha inverted conditionals mavzusi. Inverted conditionals bu attestatsiyada tushishi mumkin bo'lgan advanced grammar mavzularidan biri hisoblanadi. Inverted degani o'zi nima degani? Ya'ni inversion nima? Bu inversiya, ya'ni gapda so'zlarning tartibining o'zgarib kelishi hisoblanadi. Strukturasi qanday bo'ladi? Strukturasi subjectdan oldinga auxiliary verbni, ya'ni yordamchi fe'lni olib o'tamiz. Birinchi auxiliary verb keladi, undan keyin subject va undan keyin fe'lning uchinchi shakli keladi. Oddiy conditional gaplarimizda biz ifni ishlatamiz, lekin inversiya holatida mana shu if tushib qoladi. Ifni ishlatmaymiz. Misol uchun, oddiy conditional gapimizga qaraydigan bo'lsak, if she had called me, I would have come. Agar u menga telefon qilganida, men kelgan bo'lar edim. Bu oddiy conditional gap. Endi buni inverted versionga o'zgartiradigan bo'lsak, ifni tushirib qoldiramiz va hadni egadan oldinga olib o'tamiz. Had she called me, I would have come. Tarjimasi esa o'zgarmaydi. Agar u telefon qilganida, men kelgan bo'lar edim. Xo'p, endi inverted conditionallarni turlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi turi bu had inversion, uchinchi conditionalda ishlatiladi. Strukturasi hozirgina ko'rib chiqqanimiz kabi had oldinga chiqadi, undan keyin subject keladi va undan keyin past participle keladi. Ya'ni verb 3 desak ham bo'ladi buni. Verb 3 va undan keyin kelayotgan gapimizda esa would have v3 verb 3 keladi. Mana bu yerda would have done. Ya'ni misollarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, if I had seen him, I would have spoken to him. Bu ifli oddiy conditional. Agar men uni ko'rganimda, unga gapirgan bo'lardim. Buni inversiya shakli had oldinga chiqadi. Had I seen him, I would have spoken to him. Tarjima esa o'zgarmaydi. Agar men uni ko'rganimda, unga gapirgan bo'lardim. Ko'rib turganimizdek, mana bu yerda if tushib qolyapti va had oldinga chiqyapti. Keyingi misolimizda if she had studied harder, she would have passed. Agar u qattiqroq o'qiganida, u imtihondan o'tgan bo'lardi. Inversiya shakli esa ifni tashlab yuboramiz, hadni oldinga olib o'tamiz. Had she studied harder, she would have passed. Agar qattiq o'qiganida, imtihondan o'tgan bo'lardi. Va bu o'tgan zamondagi pushaymonlik yoki ehtimol haqida gapirayotganimizda ishlatiladi. Endi keyingi turini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi turi bu were inversion. Mana were inversion bu ikkinchi conditionalga kiradi. Strukturasi qanday bo'ladi? Were subjectdan oldinga o'tadi va undan keyin noun, adverb yoki adjective kelishi mumkin. Ya'ni ot, ravish yoki sifat kelishi mumkin va undan keyin kelayotgan gapimizda esa would plus verb 1 keladi. Misolda ko'rib chiqsak, oddiy conditional gapimiz if I were the president, I would change the law. Agar men prezident bo'lganimda, qonunni o'zgartirgan bo'lardim. Endi buni inverted versiyasida esa ifni tushirib qoldirib, verbni
egadan oldinga olib o'tamiz. Were I the president, I would change the law. Mana were oldinga o'tyapti bu yerda, undan keyin subject kelyapti, undan keyin noun kelyapti, the president, va undan keyin kelayotgan gapimizda esa I would change the law deb would plus verb one kelyapti. Demak, bu inversiyamizning ikkinchi turi, ikkinchi conditionalga kiradi va xuddi shu tartibda ishlatiladi. Gapdagi tarjima o'zgarmaydi. Agar men prezident bo'lganimda qonunni o'zgartirgan bo'lardim. Keyingi turimiz esa verb plus to'li infinitiv keladi. To plus verb. Ya'ni bu qachon ishlatiladi? Formal future possibility'da. Ya'ni rasmiy kelajakdagi sodir bo'lish ehtimoli bo'lgan holatni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Strukturasi were oldinda keladi, undan keyin subject va keyin to plus verb. Xo'p, misolda ko'rib chiqamiz. Oddiy conditional holatini ko'ramiz. If the company were to close, many people would lose their jobs. Agar kompaniya yopiladigan bo'lsa, ko'p odamlar o'z ishlarini yo'qotadi. Buni inversiya holatida esa ifni tushirib qoldirib, mana bu yerdagi were'ni egadan oldinga olib o'tamiz. If tushib qoladi. Va bu holat quyidagicha bo'ladi. Were the company to close, many people would lose their jobs. Agar kompaniya yopilsa, ko'plab odamlar o'z ishini yo'qotadi. Keyingi turimiz esa should bilan should inversion. Bu ham future possibility, kelajakda sodir bo'lish ehtimoli bo'lgan holatni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Strukturasi quyidagicha: egadan oldinga should o'tadi va undan keyin verb keladi. If you need any help, call me. Agar qandaydir yordam kerak bo'lsa, menga qo'ng'iroq qil. Inverted versiyada esa shouldni qo'yamiz birinchi, undan keyin ega va keyin fe'l keladi. Should you need any help, call me. Agar sizga qandaydir yordam kerak bo'lsa, menga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, inverted conditionallar qachon ishlatiladi? Inverted conditionallar asosan formal writingda ishlatiladi, akademik tekstlarda ishlatiladi va akademik bo'lgan speechlarda ishlatiladi, advanced Englishda ishlatiladi va attestatsiyada ham inverted conditionallarni kelish ehtimoli juda ham yuqori. Xo'p, inverted conditional mavzusidagi eng muhim 3 ta strukturani qaytib aytib o'tmoqchiman. Bu quyidagilar: had plus subject plus verb 3, eng ko'p uchraydigan holati; were plus subject plus noun adjective, bu keyingi holati; should plus subject plus verb, bu uchinchi holati. Bu 3 ta struktura eng ko'p uchraydigan va eng muhim hisoblangan 3 tasi hisoblanadi. Misollarini ko'radigan bo'lsak, had I known, I would have acted differently. Tarjimasi esa, agar men bilganimda, men boshqacha harakat qilgan bo'lar edim. Xo'p, bu yerda if qatnashmasa ham tarjimada agar deb aytamiz. Were I you, I would apologize. O'rningda bo'lganimda kechirim so'ragan bo'lardim. Should you have any questions, contact us. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, bizga bog'laning. Bu yerda esa attestatsiyada tushishi mumkin bo'lgan testdan namuna keltirganman. Bajarib, to'g'ri javobni topishga harakat qiling. Which sentence is correct? Qaysi gap to'g'ri? A. If I had known the answer, I would tell you. B. Had I known the answer, I would have told you. C. Had I known the answer, I would have told you. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol bog'lanishingiz mumkin.